Hürmetli qarindoshlar, derhal Facebook'u yig'laylik. Çünkü biz derhal adam toplab, adam sanımızı 10 bin kişiga yetkizish orqali biz cho'qim dunyo Uyg'ur qurultini oldirib tashlashimiz kerak. Çünkü biz o'zimizga a'zo bo'lgan bir turkum hasadxo'r, fitnaxo'r, munofiqsman odamlarni derhal atrofimizga toplab, derhal bir şekilde yanqilchi bir qurultayni tashkil qilsak bo'lmaydi. Bo'lmadi, bizga bazo qilmadi. Chunki haqli ish qilib, xalqning qo'lishiga erishsa, biz gap qilib bo'lsa-mu, pishni setib bo'lsa-mu, xalqning qo'lishiga erishimiz kerak. Bilaman pishni bazaqsizligini bilan chiqqan. Qaysi mustaqil deganni bazaqsizligini aytsanlar. Bilaman birinchi boshlab biray. Mustaqilchi deganni bazaqsizligini. Chaqamalang. Qirg'ula bilan chiqqan. Ha, men avtonomiyachi deganni men bazaqsizligim bo'lmaydi. Bilan chiqqan. Meniki avtonomiyachi deb satsan oldi. O men uluschi, ya uluschilar ya Uyg'uriston shulay. Qilib qaysi so'z bish bo'lsam bo'laverdi. O kirib ketdim shundan bo'lsin. Hech gapim bilsin qilib qo'ysam bo'ldi. O men nima? Men Uyg'uristonchi, Sharq Turkistonchi deganni men bazaga solaman. Bular yaxshi hozir, ha? Bularni oxirgisi endi pensiya men deganni qanday shakilda bazaga solsaqlam. Shuni qanday bag'osh qilib. Qanday bo'lmasin mushuni elashtirib, Uyg'urlarni elashtirib tursak hisob qo'y. Bilacaksın. Facebook inqilobning naq meydan ko'rinishi. Hozir biz Facebook'ta Dünya Uyg'ur qurultayini olib tashlash kampaniyasi boshlaymiz. Dünya Uyg'ur qurultayi qolsin. Dünya Uyg'ur qurultayi bizning bosh tashkilotimiz emas, vakillik tashkilotimiz emas. Dünya Uyg'ur qurultayini olib tashlaymiz. Dünya Uyg'ur tilida endi bizim bir dedi. Voy avtonomiya dedi. Cho'qim ag'dirib o'tishimiz kerak. Ag'dirmasak bo'lmaydi. Cho'qim ag'dirilish kerak.